Assalomu alaykum, kanalımıza abone olsanız bugungi yurishimiz neda Saadet to'yxona yanında joylashgan yangi qurilgan 3 qavatli binoning 3-qavatında 2 xonali kvartira chiqqan ekan. Bu yerimizda kuxnya joyimiz elektromontajlar qilingan, shpaklovka polni chiqib, oboya foni qarab turibdi, 2 yonlama qaragan. Eshik joylari qarab turibdi. Kanalizatsiya turbalar chiqqan. Bu yonimizda yana bir xonasi, spalniya joyimiz. 50 metr kvadrat ekan. Har bir yerda to'shchalar tashalgan. Bu bir xonamiz, bu yoqda zal joy, ikkinchi xonamiz. Bu yerimizda yana kanalizatsiya uchun mestolar qoldirilgan. Sement suvoq urilgan, kafelar tayyor. Bu yonimizda zal qismi, zalimizning patologlari teshik gipsokardondan qilingan. O'rtadan joy taxlangan ekan. Saadet to'yxonaning yonida ekan bo'ladi. Sentral yo'lning ustidan bir domechanda joylashgan. Bu yondan ham 2 yonlama tushgan, spetsenter tarafdan gelsam bo'ladi. 2 yonlama yo'l tushgan. Demir yo'l banisiga yaqinida joylashgan yerimizda 3-qavatda 2 xonali kvartiramiz. Bu yerdan polni sima montaj bo'lgan, patologdan ikkalangan. Narxlari 250 million so'm. Kelib üstünde savdolashib, kelishib olishlaringiz mumkin. Siz e'tiborlaringiz uchun katta rahmatlar qilamiz. Keyingi o'yinlarimizda görüşünce xayr. Sog' bo'linglar. Salomat bo'ling.